Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah hamdülillah olsun ki biz aile terbiyesi hakkındaki silsilevi kısımlık sohbetlerimizi davamlaştırıyoruz. Biz ötken qitimliq sohbetimizde erlerning ayollar üstüdeki haq huquqlarini so'zlab kelib, ayollarning erlarning va yoki valilarning iznisiz sirtqa chiqishining joiz emas ekanligiga to'xtalgan edik. Va ayollar uchun eng yaxshi joyninki ularning uyi ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib, darsimizni oyoqlashtirgan edik. Bugun shuning davomini so'zlaymiz inshaalloh. O'tgan qitimliq sohbetimizning oxirida ayollar uchun eng yaxshi joy uning uyi degan edik. Mayli to'y qilgan, to'y qilmagan ayollar uchun o'zi turayotgan uyninki eng yaxshi bexatar obro'yi ish uchun, hatto ta'lim tarbiyasi uchun ham o'zining uyi ekanligini bayon qilgan edik. Qisqa shaklda. Vaqt yer vermay buni sal kengaytirmagan edik. Chunki bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda alohida ko'rsatmaganlik uchun umumiy ulamolar bil ittifoq ayollar uchun eng yaxshi joy uy degan. Estağfirullah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyetil ula. Ya ayollar, sizlar uylaringlarda o'ltiringlar. İlgirki jahiliyet davridagi ayollarning yasanib chiqqanidek sirtlarga yasanib chiqmanglar. Ya'ni girim qilib chiqmanglar. Hatto surmi surib bo'lsin chiqmanglar. Ulamolar surminim shuni chiqib etgan. Bu yer ikki ahkam chiqyotdi yuqorqi oyatda. Birisi uyda o'ltirish. Albatta zurriyat va sirtqa chiqamiz. Şu vacin ayollarninki erlerining iznisiz, valilarning iznisiz sirtqa chiqish joiz emas degan yerdan izni elib chiqsa, zurriyatlari, hojatlar uchun chiqsa bo'ladigan mazmun chiqadi. Demak, shunday zurriyatlar bo'lmasa, sirtqa chiqqidek hojat o'tirg'i chiqmasa, uylarda o'ltirish, vaqtini uyda o'tkazish, ko'ch-ko'ylarda cho'gilash, bozor rastalar, do'konlarda aylanish, zurriyatsiz sayli sayohatlarni qilish, mana bularning yaxshi emas ekanligi chiqsa bu oyatdan, yani uyda o'ltirish chiqsa, ikkinchisi wala tabarrajna tabarrajal jahiliyetil ula degan oyatdan sirtqa chiqish zurriyat tug'ilib qolsa, yasanmay, fitnaga sabab bo'lmay, sirtqa hijoblarni obdan yugiga holatda chiqish degan ikkinchi bir ahkam chiqyapti. Sirtqa qanday chiqish masalasida biz o'tgan qitimli suhbatimizda tafsili to'xtalgan edik. Alloh taolo yana boshqa oyatda ham ayollarninki agar hojat tushmasa sirtqa chiqishga uylarda o'ltirishi lozimligini bayon qilgan. Estağfirullah. Vezkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikmeh innallaha kana latifan habira. Uylaringlarda Allohning oyatlaridan va Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan o'qilayotgan, tilovat qilinayotgan shu narsalarni uylaringlarda yod etinglar, aslanglar, uguninglar. Alloh haqiqatan maxfiy sirlarni bilguvchidir, hammadan xabardordir degan. Mana mushu oyatda ham ayollarning uyda o'ltirishining yaxshiligi va uyda nima qilsa yaxshi bo'lganligi bayon qilingan. Ya'ni uyda o'rganish qilish, ilm elishining yaxshi ekanligi, vaqtining ko'proq uyda o'tishi lozimligi, uydagi vaqtining ilm elishi bilan Qur'on tilovati, Qur'onning tafsirlarini o'rganish, tajvid qiroatlarini o'rganish, ma'no maqsadlarini o'rganish va undan boshqa hadis o'rganish, hadis o'qish, amal qilish maqsadlarida. Uyda vaqtni qanday o'tkazishni ham mana mush oyatda Alloh taolo ko'rsatib berdi. Qarindoshlar, hamshiralar, qaraydigan bo'lsak, hozirgi jamiyatimizning buzilib ketishiningki eng asosli omilining ayollarning uyda o'ltirmasligidan kelib chiqayotganligi ochiq oshkora bir ish. Ayollar uyda o'ltirmaganligi, zurriyatsiz, hojatsiz sirtqa chiqib ketganligi, sirtqa chiqib ketgandimi hijoblarga diqqat qilmay yoki yerim yalang'ochlanib sirtqa chiqib ketganligi uchun, ko'ch-ko'ylarda aylanib yurganligi uchun shayton buningdan unumli foydalanib, asli xato ketmaydigan ayollardan iborat bu o'qini dal joylariga etib, o'zining nishon maqsadlariga yetib, jahon hayvonotlar dunyosidan bakrak, betar hozir bir holga kelib qoldi. Yerim yadım turibdi, o'quvchilik vaqtlarimizda vatanda ba'zi universitetlarni manchinchi hayvonot bog'chisi, anchinchi hayvonot bog'chisi deydik. Shu vaqtning o'zida Beijing Millatlar instituti, shu institutni birinchi hayvonotlar bog'chisi deyishdik o'quvchilar orasida. Oliy maktab o'quvchilari orasida mush gaplar bo'ldi. Vatan sirtidagi hayvonotlar bog'chisidan shu Beijing Millatlar instituti birinchi hayvonotlar bog'chisi deyishdik.
vatan ichidagi hayvonotlar bog'chisining birinchisiga Xinjiang universitetini tizitdik. Konu o'quvchilardan angladik shuni. Universitetlarda xili mashhur gapdi. Xinjiangda shu. Ya'ni Xinjiang universiteti ikkinchi hayvonotlar bog'chisi, Sharq Turkistondagi birinchi hayvonotlar bog'chisi deyiladi. Demak, bir sapa, ilm o'rni olgan, fan madaniyat o'rgatilayotgan o'rin mana mushundaq yomon nom qolgan edi. Amaliyotdan biz o'qiyotgan vaqtlarimizdami, biz o'qiyotgan shu universitetnimi, garchi shundaq birinchi, ikkinchi darajalik tizlanmasimi, lekin shunda axloqsizlik qilmishlar ko'zimizga chiliqib turibdi. Demak, nima desa, ana shundaq ilm tarqatayotgan o'rinlardami ayollarning, qizlarning zurriyatsiz, hojatsiz ko'chaga chiqib ketish sababli atrofni, jamiyatni fasod qoplagan edi. Masalan, bu vatanda bug'da doktorxonalar taraqqiy qilib ketdi. Zanjirsimon tarmoqlari vatanning janub-shimollarida ichilib ketdi. Bu bug'da doktorxonasi nima ish qiladi? Erlar kasalliklarini davolaydi. Ayollar kasallik oid hech bir tarmoqi yo'q. Butunlay erlar kasallikini davolaydi. Shu vaqtning o'zida xo'tanlik yozuvchi Nur Muhammad Uchqun degan shu kishining Xinjiang madaniyati degan jurnalga bisilgan bizga to'pon balasi lozimmi degan bir asar tarqalgan edi. Men shu asarni o'qib, shu kishiningki yozgan asarlari qachoniki shu kitob jurnallarda berilib qolsa, o'qishga tirishdim. Chunki nihoyatda to'g'ri tahlil, diniy maydonda turib, islomiy nuqtai nazardan turib yozilgan bir asar edi deb qaragan edim shu chaqning o'zida. Bu asarda nima mazmunlar o'tirib qo'yilgan desa, asosliq ayollarning, qizlarning kiyimlarining nepizlashib, tarilishib, yerim yalang'ochlashib ko'chaga chiqib ketish sababli erlarning kasalliklarining ko'payib ketganligini. Shu sababli erlar kasalligini davolaydigan doktorxonalarning taraqqiy qilib ketganligini va ko'payib ketganligini. Asosiy mazmuni shu. Buni biroz tafsili desak, ayollar yasinib talaga chiqqandan keyin, ko'chaga chiqqandan keyin erlar uni ko'rib, ko'zdan iborat bu kamera yoki bu fotoaparati, fotograf aparati rasmni tortib yo kameraga ilib, video ilib, cho'ngmingga yo'llab, cho'ngminga anandan keyin buni rais a'zolarga yo'llab, badandagi rais a'zolar, böbrek, jigar, yurak qatorliq rais a'zolar bu yo'llangan rasm va videolardan harakati jiddiylashib, qon aylanish tezlashib, badanda jiddiy o'zgarishlarning bo'lishi sababli bu oxiri badandagi yuqorqi rais a'zolarga besim olib kelib, erlarda turli kasalliklarning kelib chiqqanligi bayon qilingan. Demak, erlar kasalligini davolaydigan shu zanjirsimon doktorxonalarning, xosatan shu bug'da doktorxonasining taraqqiy qilib ketishiga asosiy sabab ayollarning ko'chaga chiqib ketishi. Ayollarning yalang'ochlanib, ko'cha rastalarda, bozorlarda aylanib yurganligi degan bir mazmun xuloslab, mushundaq ketaversa bizga to'pon balasi, Nuh alayhisalomning qalbiga tushgan to'pon balasi tushib qoladi ustimizga deb turib shundaq bir maqola yozibdi ekan. Bu maqola menga ayni vaqtda zo'r ta'sir qilgan. Taxminan 20 yil burun yozilgan maqola bu. Demak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vaqarna fi buyutikunna" ayollar uylaringlarda o'ltiringlar. "Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikmati" ayollar uylaringlarda o'ltirib Allohning oyatlarini va payg'ambar islomning hadislarini yod etinglar, ilm ilinglar degan mushu oyatlarga rioya qilinmaganlikdan jamiyat fasod qildi. Shayton hamda bu ayollarga qo'shib hozir ilg'or fan texnikaviy usullar bilan insonlarni ozdirishda zo'r natija qozonayotgan, g'alaba qilayotgan bir zamonda yashayapmiz. Ya'ni fan texnika deganimizda aqlli telefon deb atalgan qo'l telefonlar orqali shayton yana o'zining maqsadlarini yer shaharlashtirdi, to'g'rilashtirdi. Birisi ayollar bilan, ikkinchisi oxirgi zamonning cho'ng fitnalaridan bo'lgan, ijobiy tarafidan salbiy tarafi ko'p bo'lgan mushu telefon orqali shayton o'zining maqsadlariga yetib o'tadi. Ana shu telefonda yana shu ayollar ko'p. Bir tal mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, uning e'lonida shu ayollar bor. Bir yerda bir do'qmishda bir do'kon ochilgan bo'lsa, shuni oldida ham har xil qiliqlarni chiqarib insonlarni shu do'konga xaridor bo'lib chaqirayotganlar ham ayollar, qizlar. Televizor, gazet, jurnal, internet qanday bir yerda bir mahsulot yoki bir so'lsaray yoki qanday bir narsaning tashviqotini qiladigan shub qolsa, ya'ni shu ayollar. Shu bozor rastlardagi, do'konlardagi mulozimatchilik qilayotganlar, ya'ni xaridorni kutib oladigan asosiy shaxs, ya'ni shu qizlar, ayollar. Demak, iblis jamiyatni buzish uchun, oilalarni vayron qilish uchun bu ayollardan, qizlardan nihoyat unumli foydalanyapti. Buni qutqizib qolgan, bundan to'sab qolgan narsa Alloh taolaning yuqorqi "Vaqarna fi buyutikunna" ayollar, uylaringizda o'ltiringlar. Unda ko'chi bozorda zurriyasiz cho'gilib yurmanglar. Shaytonning o'qi bo'lib bermanglar. Dushmanning peshkisi bo'lib bermanglar
deb Alloh taolo ogohlantirganligidan, Allohning mush ogohlantirishi quloq solmaganlikdan musibatlar kelib chiqyapti. Bu mazmunni kengaysak gapimiz ketaveradi shoxlab. Bu vaqt dardimiz ko'p, hamma oilalarning musibatlari og'ir. Hemşire ayollar şunu bilish kerakki, ayollar qancha iffatli bo'lsa, shuncha qadrlandi. İzzati ziyoda bo'ladi. Obro'yi yuksak bo'ladi. Ayollarning Allohga bo'lgan taat ibodati, itoati va eriga bo'lgan chin samimiy sadoqati u ayolning iffatli bo'lishi va shariat ko'rsatgandek to'liq hijoblanishda o'z ifodasini topadi. Shunga Ali roziyallohu anhu, Fatima roziyallohu anha onamizga ayollarga nima eng yaxshi, ya'ni ayollar qanday yashasa eng yaxshi bo'ladi deb savol qo'ygan vaqtida Fatima roziyallohu anha onamiz javoban buningga ayollarning namahram erlarni ko'rmasligi va yot erlarningmi u ayollarni ko'rmasligi mushu ayollar uchun eng yaxshidir. Mana mushundaq hayot ayollar uchun eng yaxshi hayotdir degan edi Fatima onamiz javoban. Buni İmam Zahabi o'zininki Al-Kabair nomli kitobida keltirgan. Demek, ayollar uchun eng bexatar, eng afzal, baxtlik, tinch, maqtilinadigan hayot yot erlarning, namahram erlarning ularni ko'rmasligi, yot erlarning bu ayollarni ko'rmasligi. Uyga kirib olib, derazni yugan ichib o'tib, havo isib ketdi deb. Perdelarni kunduzlari perdelarni ichib o'tib, kechsam chiroqni yiqib qo'yib, perdani ichib o'tib yoki nefis perdani tortib qo'yib, "Men erlarni ko'rmadim, sirtni ko'rmadim" deyish bilan kifoyalanmaslik. Mana bu holatda yani ko'z tutib qo'ydi degan gap o'zini. Chunki ko'ch qo'ydi ketib qolgan erlar ham u ayolni ko'rmasligi lozim. Shu ikki narsa bor bu yerda. Birisi ayollarning yot erlarni ko'rmasligi, ikkinchisi yot erlarning bu ayollarni ko'rmasligi. Biz ilgirki darsimizda ayollarning ham erlarga tikilib qarashining harom bo'lganligi haqida dalillarni keltirib o'tgan edik. Demak, buning uchun qanday qilish kerak? Ayollarning yot erlarni ko'rmasligi, yot erlarningmi ayollarni ko'rmasligi uchun qanday qilish kerak? Ayollar ko'proq uyda o'tirishga to'g'ri keldi. Agar siz zurriyat tufayli chiqib qolsa, mukammal hijob bilan chiqishga to'g'ri keldi. Mush orqali qanaqdan keyin Fatima onamizningki bergan eng yaxshi hayot yashaydigan ayollarning sifatlarini o'zida hozirlagan bo'ladi. İmamlardan Sufyan Savri rahimahullah At-Tamhid degan kitobda ayol kishi uchun qeri mo'may bo'lib ketgan taqdirdimi, uydan yaxshi o'rin yo'q. Ya'ni uydan shu ayollarning ko'p chiqmagani yaxshi. Chunki fitna va maisatdan amin bo'lg'ini bo'lmaydi degan. Hatto yashinib qolgan holatdami, uydan yaxshi o'rin yo'q. Mayli aramaladiganga, mayli obro'y iftini qo'g'daydiganga, mayli ilm tahsil qildiganga, mayli erining, bolalarining, navrilarining abi hojatlaridan chiqadiganga, o'zining moddiy, ma'naviy har xil ehtiyojlarini qamdaydiganga uydan yaxshi o'rin yo'q. Bo'lmasa fitna, maisatdan qutulolmaydi. Ya boshqalarni fitnaga tashlab qo'ydi, ya o'zi fitnaga tushib qoladi. Shuni biz har qanday bir Allohga iymon keltirgan mu'min hamshirimizga deymizki, agar nijot topay desangiz, uyingizni lozim tuting. Yot erlarga aralashib yuradigan so'rin va bozorlardan yiroq turing. Siz bir ona, solih bir farzandning onasi bo'lingkin, yaxshi bir ummatning onasi bo'lingkin, fitnaning onasi bo'lmang. Demak, solih ayollar, taqvodor ayollar, uyini lozim tutgan ayollar. Zurriyatsiz, hojatsiz sirq chiqmagan bir hamshirimiz bo'lgan bo'lsa, mana bu hamshira qiyomatlik do'st qilib tanlashimizga arziydigan, biz uning suhbatlarida doim bo'lishga arziydigan, uning xizmatini qilishimizga arziydigan, uni Alloh uchun yaxshi ko'rishimizga loyiq bo'lgan ayol. Ibn Rajab Asqalani rahimahullohning Fathul Bari nomli kitobida keltirgan so'zida Ibn Mas'ud roziyallohu anhu shunday deydi-ki, ya'ni asar bu. Ayol kishi uyda o'tirgandimmi kattaroq amal bilan Allohga yiqilishamaydi degan. Ya'ni ayol kishi Allohga yiqilishiman deb qolsa, buningki eng cho'ng katta amali uyda o'tirish bo'lishi lozim demakchi. Buningdanmi bekrak Allohga yiqilishadigan boshqa amal yo'q degan ekan Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Aldaqda jamiyatni buzadigan ish ayollarning uyda o'tirmaslik ekan. Buningdan jamiyat isloh bo'lsin desak va oila xotirjam baxtli bo'lsin desak, eng muhimi Alloh rozi bo'lsin desak, ayollar uyda o'tirish lozim ekan. Zurriyatsiz, hojatsiz sirtga chiqmasligi lozim ekan. Andaqda ayollar oilalik vaqtini qanday o'tkazsa eng ma'noli, ahamiyatli bo'ladi, ajr savobli bo'ladi. Demak, ayollarni uyda o'tirg'izib qo'ygandan keyin ish tapish kerak-da. Shu oila uchun
jamiyat taraqqiyot uchun, xalq uchun, millat uchun, vatan uchun, ummat uchun, yer sharimiz uchun ahamiyatlik, ma'nilik bir ishlarni qilishi lozimda. Buningga Alloh taolo o'zi yo'l ko'rsatdi. Astagfirullah. Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikmeh. Ya ayollar, sizlar uylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat, ya'ni payg'ambar alayhisolamning hadislaridan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar, buni takror qilinglar, buni o'rganinglar deyish orqali uyda nima ish qilishni Alloh taolo mush oyatdan bekitib bergan. Demak, bir og'iz gap bilan aytsak, ayollar, uy sizlar uchun yaxshi, uyda o'tiringlar va uyda ilm ilinglar, shar'iy ilm ilinglar. Agar zurriyat bo'lib qolsa, albatta til o'rganish, boshqa tillarni va fanniy ilmlarni o'rganish bu mu kirib ketadi. Agar zurriyat bo'lmay qolib qolsa, ana shu Alloh taolaning oyatlarini va payg'ambarlarning hadislarini o'rganish bilan mashg'ul bo'linglar, da'vat. Demak, ayollarning eng yaxshi hayoti bo'libmi oiladagi vaqti Qur'oni Karimni va payg'ambar alayhisolamning sunnatini yodlash, uning ma'nolarini o'rganish, uni ham boshqalarga o'rgatish, shuni bilan birga onunğa amal qilish bilan o'tsa, mushu ayollarning eng yaxshi holatda o'tgan vaqt bo'ladi. Bu umr eng yaxshi o'tgan umr bo'ladi. Demak, uyda yeyish, ichish bilan, yasinib yurish bilan, telefon o'ynash bilan, uxlash bilan, oxiri chiqmaydigan xiyollarni qilish bilan, orzu-armonlarni qilish bilan va yoki shu erning tamog'ini yetib, bolasini biqib, uyining tozaligini qilib, shuni bo'shayanmay o'tib ketmaslik. Aksicha chaqqonlik bilan jiddiy holatda mana bu xizmatlarni qilishdan sirt ilm bilan mashg'ul bo'lish. Ko'proq vaqtini ilmga berish. Buning uchun ozroq uxlashga to'g'ri keladi. Tamoqni jiddiy tezroq etishga to'g'ri keladi va zaruriyatsiz uydagi ba'zi ishlarni tark etishga to'g'ri keladi. Telefonni zurriyat miqdori ko'rishga to'g'ri keladi va foydasi yo'q so'rin suhbatlarni qilmaslikka to'g'ri keladi. Bu orqali vaqtni ko'proq chiqarib ilm olishga ajrashishga to'g'ri keladi. Ayşe anamiz ve nurg'unlagan namunalik onalar dal mush oilada olima bo'lib yetishib chiqqan. Endi payg'ambarning ayoli bo'lgandiki shunday bo'ladi da desak bo'lmaydi. Shu sharoit undan afzalroq bizda bor. Dedi qana oylab payg'ambar alayhisolamning mo'risidan tutun chiqmaydi. Qiyin sharoit yashaydi. Och qo'saq. İnsanning qo'saq ochus uyqusi kelmaydi. Qo'li ishga bormaydi. Mag'dursiz bo'ladi. Lekin ana shunday qiyin sharoitda Ayşe anamiz ummatning onasi, mu'minlarning onasi bo'lib yetishib chiqdi va ayollarning ilmda peshvosi bo'lib yetishib chiqdi. Shayx Solih Favzon Muhaziratun fil aqida degan shu leksiyasida agar ayollar yaxshi tarbiyalanmasa va ilm o'rgatilmasa, ya'ni zoyi bo'lib ketsa, oila zoyi bo'lib ketadi. Oila zoyi bo'lib ketsa, avlodlar zoyi bo'lib ketadi. Oilalar zoyi bo'lib ketsa, jamiyat zoyi bo'lib ketadi. Şuna ayollarga ko'ngil bo'lish va yaxshi tarbiyalash lozim degan. Demak, erlari ham buni fursat sharoit hozirlab berishi yoki to'y qilmagan bo'lsa, valilari, ota-onalari fursat sharoit hozirlab berishi, ayollar ham bunga moslashib, ko'proq kuchni o'zlari chiqarishi lozim bo'ladi. Bu orqali qanoniki yuqori maqsadlar ishga oshadi. Demak, ayollarning tarbiyasi yaxshi ilib berilmasa, oila vayron bo'ladi. Avlodlar hech nima o'rgatmay quruq qalbi bilan cho'ng'ilab qoladi. Ahire cemiyetke bir türküm gereksiz, insanlığa menfaati yok, ilimsiz, cahil, daşkallar köpüydü. Bu şu anadan başlandı. Şu ayallar, analar, kızlar ilim bilen Kur'an'lanışa doğru geldi. Şeyh Salih, Ali Şeyh, yani şundak deydi ki, ayallarının Allah tarafki davet kılışta çoğun rolü var. Şunun için ayallar ilim bilen Kur'an'lanışı lazım diye. Yani ayollarımı insanlarını tevhidga chaqirish, şirkten uzak durishga chaqirish, insanlarga dinni o'rgatishda ayollarning roli cho'ng. Ayollarning rolini sal qarashga bo'lmaydi. Shuning uchun ayollar ilm bilan o'zini qur'onlantirishi lozim degan ekan. Demak, ayollar havas qilaman desa, ilmga havas qilish lozim. Kiyim-kechak, zinnat, yasinish, ko'cha cho'gilash, uylarini zinnatlash, mana bundaq obro'y qo'g'lashmay, ilm bilan bir-biriga baslashishga to'g'ri keldi. Shunda desa xatolashmaymizkin qarindoshlar, hemşeriler. Qachanikin ayollar buzilib qolsa, qon buziladi. Buni bilan umumiy millat, ummat buziladi. Agar ayollar isloh bo'lsa, to'mirda yiqayotgan qonlar tozalandi va umumiy ummat, millat, xalqlar isloh bo'ladi. Ya'ni ayollarning buzilganligi, qonning buzilganligi. Yuqorqi so'zlarimizdan din dushmanlari ham foydalandi. Uy bu ayollar uchun bayni bir turma. Ayollar erkinlik vermaydi, hürlik vermaydi.
qul o'rnida ishlatadi. Sirtqa chiqishga ruxsat qilmaganligi, uyda o'tirishga tashabbus qilganligi shu uyning bu ayol uchun zindon bo'lganligining dalili. Degandek, shunda ayollarni ko'chaga chiqarish orqali jamiyatni buzadigan, oilani vayron qiladigan, umumiy millatni vayron qiladigan ko'chaga yuqorqi da'volar orqali boshlaydi. Bu oila buzg'unchilarninki asosli da'volardan biz. Erdan ruxsat so'ramay sirtqa chiqaverish kerak. Ruxsat so'rganlik o ayolni to'van ko'rganlik, o ayolni qarilganlik va ayollar uyda o'tirmaslik lozim, ko'zi ichilishi lozim, jamiyatni ko'rishi lozim, insoniyat taraqqiyotiga, jamiyat taraqqiyotiga o'zining bir hissasini qo'shishi lozim deb ayollarni sirtqa chiqarishda chiroyli niqobliq ashundoq da'volarni o'tirib chiqardi. İbn Usaymin rahimahullohning mushu masalaga qarta bergan javobi bilan biz kifoyalanib so'zimizni oxirlashtiramiz bu temadagi. İbn Usaymin rahimahulloh shunday deydi-ki, ayol kishi uyda o'tirsa, ya'ni o'zining eriga itoat qilib va Allohning Qur'oni Karim shu chaqiriqqa ovoz qo'shib uyda o'tirsa, u uy u ayol kishi uchun turma bo'ladi, zindon bo'ladi deyilib qolsa, men shunday deymanki, deydi İbn Usaymin, bunday deyish Alloh taolaning astagfirullah vaqarna fi buyutikunna, ey ayollar uylaringlarda o'tiringlar degan bu oyatiga isyon qilganlik, qarshi chiqqanlik bo'ladi. Qandaqmi biz Alloh taolaning bu amr farmonini turma, ayollarning turmaga so'langanligi deb e'tiqod qilamiz? Qanday bunda qariya olamiz? Alloh ey ayollar uylaringlarda o'tiringlar debasa, aksicha biz ayollarning uyda o'tirishi, uni turmaga qamaganlik, u uy uning uchun turma deb qolsak, bu Alloh taolaning amr farmonini, ya'ni uyda o'tirishdan iborat amr farmonini ayollarning turmaga qamaganlik desak, bu qanday to'g'ri keladi? Va oxir deydi-ki, qanday bir ayol yasinib sirtqa chiqishni va yoki erlar bilan oralashib yurishni xohlagan bo'lsa, albatta bu ayol uchun u uy turma. Lekin buni xohlamagan, taloqa yasinib chiqish orqali o'zgilarni va o'zini fitnaga tashlashni xohlamagan, erlar bilan oralashib yurish orqali hayosizliklarga, fitnalarga tushib qolishning oldini olgan, bunda ayol uchun bu uy turma emas. Lekin ana shunday yasinib chiqish, erlarga oralashishni xohlagan ayol uchun haqiqatan turma. Bu uyda o ayol uchun butkul xushalliklar va sharmi hayo va iffat nomus bor. Shuning bilan birga bu uy u ayol uchun fitnadan uzoq turishning asosli omili deb so'zni oxirlashtirgan ekan. Ayollarning uyini lozim tutishi va uyda vaqtini qanday nima ishlar bilan mashg'ul qilishi to'g'riliq so'zimiz bu shaygacha bo'ladi. Albatta uyda qiladigan ishlar ko'p. Biz eng muhimlarini so'zlab o'tdik. Ya'ni ilm ilishdan iborat. Ondan boshqa yana ayollarga muvofiq keladigan bir hunar kasb egallasin bo'ladi. Sirtning ishini erlari yoki o'zining valiylarininki qilib berishi ostida uyda har xil hunar kasblar bilan shug'ullansa bo'ladi. Va yoki dunyo oxiratimiz uchun foydali bo'lgan qanday bir to'g'ri durust harakatlar bilan uyda shug'ullansak bo'laveradi. Eng